Jinsiy aloqadan saqlanish. Bu fakt hisoblanadi. Jinsiy aloqa vaqtida bachadonning qisqarishi yuzaga keladi. Buning natijasida hali endi yopish kerak bo'lgan embrion joyiga yopishmay qolishi mumkin. Kun davomida joydan qimirlamasdan yotish. Mif hisoblanadi, chunki ayol kishi aylanishga chiqish kerak, toza havo olish kerak va sayr qilish kerak. Yo'tal, aksirish, qattiq kulish. Bu ham mif hisoblanadi. Agar embrion joyiga yopishadigan bo'lsa, yo'tal, aksirishlar hech qanaqa aloqasi yo'q. Fast food iste'mol qilish. Fast food iste'mol qilish bu fakt hisoblanadi. Fast food iste'mol qilganda ko'pincha qon aylanishi oshqozonga qaratiladi, ya'ni to'planadi va bachadonga qon aylanishi kamayadi va buning natijasida homilador bo'lishiga ta'sir qilishi mumkin. Undan tashqari insulinni miqdorini oshib yuborishga sabab bo'lishi mumkin. Gazli ichimliklar ko'p iste'mol qilish. Fakt hisoblanadi. Gazli ichimliklar iste'mol qilganda qonda qand miqdorining birdaniga oshib ketishi holati bo'ladi. Bu esa insulinga sezuvchanlikni kamaytirib yuboradi. Undan tashqari ichaklar ichidagi gazli ichimliklar o'zidan gaz ajratib chiqaradida, ichaklarni harakatga keltiradi va bu esa bachadonning qisqarishini stimullaydi.